Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Mana sizlarga Rishtonimizda nomer 1 quruvchi akalarimizdan desak adashmagan bo'lamiz. Ya'ni ikkita kotej. Bundan tashqari mana bu joyda bo'sh joy turibdi. Yana bu tomonlarga ham ikkita kotej qurilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, sizlarga mana YouTube'ga to'liq ma'lumotini olib ko'rsatyapmiz. Musofirdan so'ragan edilaring-ku, bizga kotej ko'rsating. Musofirdan so'raganlarga mana tashqari tomon asfalt bo'lib turibdi. Mana shu ikkita korobka holatidagi 5 ta umumiy 4 sotiqqa tushgan 5 ta uylari bor, juda ham keng, juda ham shinam holatda qurilayotgan kotejlarimiz zudlik bilan sotiladi. Ulgurib qolinglar, o'zi ko'pchilik kelib ko'rib, ishqibozi ko'p ekan, faqat musofirdan so'raganlarga o'zim sizlar uchun e'lanib kelib obzor qilyapman. Bularga umuman reklama kerak emas edi. Men kelinglar akalar, shu yerda bitta obunachilarga ko'rsataylik deb keldim. Mana hozir sizlarga ichkarilarni ko'rsatib beraman. Do'stlar, mana ko'rishinglar mumkin, ustalarimiz ham ish avjida, haya ishlar bo'lyapti. Mana ko'rishinglar mumkin. Yaxshi mahsulotlar bilan, sement bilan pishiq g'ishtda qurilgan, hammasi novostroyka. Umumiy kvadraturasi 120 kvadratga qurilayotgan mana shu kotejimiz sotilyapti. Yer maydoni 4 sotik. Aka, buni kabellar nima bu? Tepaga nima tashlagansiz? Plita tashlaganmiz, 2 etajli uyni mo'ljallab ketganmiz. Qursa bo'laveradi ikkinchi etaj. Xolasa, misol olgan odamlar, xudo xolasa, ish ertangi kun 3-4 yildan keyin imkoniyati yaxshi bo'lsa, bemalol qurib ketishadi. Davom etsa bo'laveradi. Mana bu narsalar nima aka? Korobka holatida deysiz, bu chopli polga tagiga tashlaydigan narsalar. Mana ko'rishinglar mumkin, hurmatli obunachilar, mana chopli pollarigacha o'sha narxni ichida, narxini ham boshida aytib ketaylik. 45 ming korobka holati, bitirib berishdigan holatiga 60 ming. 45 mingga mana shu 5 ta xonadonli kotejimiz sotilyapti. Ya'ni mana shu holati korobka holati 45 ming ekan. Shu tomonni hisobga olinglar, elektrika, santexnika korobka holatini ham ichida bo'lyapti. Bu yer mana bitta katta yotoqxonalari. Bu yer nimaga qilingan? Nima, hammom, Roditelskiy hammomlari ekan. O'sha ikkinchi, bu yer uchinchi xonasi bu yer. Bu yer detskiymi aka? Detskiy. O'sha aytganimizdek elektrika, tiyopli pollari ham mana shu 45 ming ichida qilib beriladi. Hali bitmasdan turib obzorini qilyapmiz. Kelinglar, ko'ringlar. Manzil Rishtonimizda, Farg'ona shahar Rishton tumanida. Mana bu yer umumiyga yana bitta sanuzellari ekan, yana hammom, hojatxona. Nima qilsangiz qilaverasiz. Ya'ni remonti bitmasdan to'yni qo'yapmiz. Olgan odamlar o'zi xolasa ko'nglidagidek aboy qilsin, yo xolasa high-tech bir zamonaviyroq bir remont qildiraman desa ham mana sizlar uchun zo'r imkoniyat. Kanalizatsiyasi qanaqa bo'ladi? Kanalizatsiya ulab beramiz, to'lmaydigan kanalizatsiyaga xudo xolasa. Вообще zo'r. Oshxonadan letniy kuxnaga chiqish yo'li. Xolasa mana bu joyga endi chiqib, stol qo'yib olib, aka bemalol o'tirsa, bemalol o'tirsa bo'ladigan sharoit qilib qo'yilgan. Ya'ni kanalizatsiyadan ham muammo yo'q. Kanalizatsiyadan muammo yo'q, suvdan muammo yo'q, svetdan muammo yo'q, xudo xolasa. Bitirib berish bo'lsa agar otopleniyasigacha yurgizib beramiz, kachollarni qo'yib. Otopleniyasigacha ham yurgizib beriladi. Korobka holatida stяжкасы qo'yib beriladi, darvozasi qo'yib beriladi, ограждение qilib beriladi polni. Hurmatli kuzatuvchilar, yana bitta tomonini hisobga olinglar. Ushbu xonadonimiz o'sha boshida aytganimizdek 2 etajga mo'ljallanib qurilgan, mana betonlariga e'tibor beringlar. Qanaqangi mustahkam qilib qilingan. Korobka holatida deysiz-ku, ammo ustakalarimiz mana shu tashqarilarda tunikafonlarigacha qilib qo'yishibdi, elektrikalarigacha, santexniklarigacha. Faqatgina remont ishi qolibdi xolos aka. Xudo xolasa remont ishi qolibdi xolos. Mana ko'ringlar, oxirimizdan uy olaman deganlar qanisizlar. Mana ushbu videomiz YouTube'da to'liq bo'lyapti. Narxini aytdik, $45 ming yo bitirib berishsin desalaring, xolasalaring, o'zingizlaring dizayn tanlasalaring, akalarimiz chiroyli qilib kelishilgan holda bitirib berishini ham narxini kelishsalaring bo'laveradi. Ulgurib qolinglar. Hozircha mana 2 ta donasi tayyor turibdi, sotuvga tayyor. Qolgan qo'shimchalari mana bu joyga endi xudo xolasa shu yerda yurgizib olsak, bu yoqqa ham qo'shimcha davom ettirib ketamiz deyishyapti. Past akalarimizda narxini qoldirdik. Narxi $45 ming o'tib beriladi. Tez-tezda aloqaga chiqinglar. Endi hozirgi kunda mashinasiz odamlar o'zi kam bo'lib qoldi. Oxir o'sha Melisaxona prokuraturami? Prokuraturani to'g'risidan Serxosenniki ko'chaga kirib kelganingizda mana shu ichkariga bir 500 metr kirganingizda mana shu ikkita tomorqamiz
Ya'ni kottejimiz 4 sotixdan tushgan 120 kvadratga tushgan kottejimiz sotilyapti. Past raqamlarni qoldirdik, o'zlariga aloqaga chiqarasiz. Mana bu kottejimizga mana bu joydan darvozaga joy tashab ketishibdi. Bu kottejga naryoqdan mana kirish joylarini qilib ketishibdi. Atroflarigacha mana o'rab, chiroyli qilib berishadi. Tez-tezda ulgurib qolinglar. Like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlarning xizmatingizda do'ppili bola bo'ldi.